19-asrning o'rtalari. Qo'qon xonligi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa go'zal. Hamma dindor, hamma odobli, masjidlar azon ovoziga to'lgan, saroylar tillaga burkangan. Ammo bu faqat tashqi parda edi. Bu zarrin parda ortida qanday jirkanch o'yinlar, qanday qora niyatlar yashiringanini hech kim ochiq aytishga botina olmasdi. Abdulla Qodiriy o'zining ikkinchi buyuk romani Mehrobdan chayonni yozish orqali aynan shu pardani yirtib tashladi. Asar nomi bejiz bunday qo'yilmagan. Mehrob bu masjidning eng toza, eng muqaddas joyi, iymon va yorug'lik ramzi. Ammo tasavvur qiling, siz sajda qilgani eng toza joyga bosh qo'ysangiz u o'sha yerdan zahari qotil chayon chiqib chiqsa. Qodiriy bizga xuddi shu dahshatni ko'rsatdi. Dinga, muqaddaslikka niqoblanib olgan, aslida esa ichi qop-qora, manfaati yo'lida hamma narsani sotishga tayyor bo'lgan riyokorlarni fosh qildi. Bu faqatgina sevgi qissasi emas. Bu butun boshli bir jamiyatning chirigan ildizlari haqidagi og'ir haqiqatdir. Hikoyamiz markazida ikki yosh, Anvar va Ra'no turadi. Anvar yetimlikda o'sgan, ammo o'zining o'tkir zehni, halolligi va o'qimishliligi tufayli yosh bo'lishiga qaramay, xon saroyida mirzaboshi, bosh mirza darajasiga ko'tarilgan yigit. Uning qalbi toza, u adolatsizlikka chiday olmaydi. Ra'no esa o'sha davrning qoliplariga sig'maydigan qiz. U o'ta aqlli, xat-savodli, ajoyib she'rlar yozadigan, o'z fikriga ega va Anvarni butun vujudi bilan sevadigan qahramon. Ammo bu yorug' yoshlarning atrofida qop-qora soyalar aylanadi. Solih Maxdum, Ra'noning otasi, Anvarni boqib olgan odam. Tashqaridan u hurmatli domla, taqvodor inson. Lekin uning asl xudosi boylik. Pul, tilla va amal desa, u o'z iymonini ham, vijdonini ham, hatto o'zining qonidan bo'lgan farzandini ham sotishdan qaytmaydi. Abdurahmon domla, mana shu asarning chinakam chayoni. Zohiran avliyo sifat, ammo botinan iflos. Ra'noga ko'z olaytirgan va o'zining qora niyatlariga yetishi uchun har qanday pastkashlikka boradigan munofiq. Va nihoyat Xudoyorxon, Qo'qonning mustabid hukmdori. Uning uchun inson taqdiri, adolat degan narsalar bir tiyin. Uning saroyi, o'rda, yosh qizlarning ko'z yoshlari va qoniga qurilgan dahshatli zindondir. Anvar va Ra'no bir hovlida birga katta bo'lishadi. Ularning bolalikdagi do'stligi ulug'vor va toza muhabbatga aylanadi. Ular bir-birlariga yashirincha she'rlar yozishadi, kelajak haqida yorug' orzular qilishadi. Anvar mirzoboshi bo'lib saroyga ishga kirgach, Solih Maxdumning uyi pulga to'ladi. Maxdum xursand, u yoshlarning to'yini qilishga rozi. Lekin bu baxt uzoqqa cho'zilmaydi. Ra'noning go'zalligi va aqli haqidagi gaplar haligi chayon Abdurahmon domlaning qulog'iga yetadi. U Ra'noga uylanishni niyat qiladi. Ammo qiz rad etgach, qasos olishga kirishadi. Vositachilar orqali Ra'noning ta'rifi Xudoyorxonga yetib boradi. Nafsi haqaliqqa aylangan xon Ra'noni ko'rmasdan turiboq uni o'z haramiga, o'rdaga olishga qaror qiladi. Shu o'rinda Solih Maxdumning asl basharasi ochiladi. Qizini xonga berish uning uchun kutilmagan baxt, cheksiz boylik va saroyga yaqinlik degani edi. U qizining faryodlariga, Anvarning o'tinishlariga qaramay, Ra'noni Xudoyorxonga qo'sh-qo'llab topshiradi. Asarning eng og'ir, yurakni ezuvchi qismi mana shu yerdan boshlanadi. Ra'no o'rdaga, tilladan yasalgan, ammo ichi fojialarga to'la qafasga olib ketiladi. U yerda u xonning boshqa xotinlari orasida jismoniy va ruhiy azob chekadi, ammo o'z qadr-qimmatini, Anvarga bo'lgan sevgisini asrab qolish uchun mardonavor kurashadi. U Xudoyorxonga bo'yin egmaydi. Anvar esa telba ahvolga tushadi. U saroy amaldori bo'lsa-da, xonning oldida oddiy bir qul ekanligini, sevgan qizini himoya qila olmasligini anglab yetadi. U o'z jonini xatarga qo'yib, xufiyona yo'llar bilan Ra'noga xat yozadi va uni o'rdadan olib qochish rejasini tuzadi. Biroq fojia yuz beradi. Xat xonning odamlari qo'liga tushadi. Xudoyorxon g'azabdan quturadi. Oddiy bir mirza mening haramimdagi qizga ko'z olaytiribdi-ya. Anvar zindonga tashlanadi. Unga eng og'ir qiynoqlar beriladi.
Qamchilar ostida uning tanasi qonga belanadi, ammo u Ra'nodan yuz o'girmaydi. Zolim xon Anvarni xalq o'rtasida osib o'ldirishga, dorga tortishga hukm qiladi. Dor tiklanadi. Maydon odamga to'la. Nog'oralar chalinadi. Anvarning bo'yniga sirtmoq solinadi. Bu sahnani o'qiyotgan odamning nafas olishi ham to'xtab qoladi. Hammasi tugagandek, adolat butunlay o'lgandek tuyuladi. Ammo tarix o'z so'zini aytadi. Aynan shu kunlarda Qo'qonda Xudoyorxonning zulmidan to'ygan xalqning g'azabi qaynab toshadi. Maydonda Anvarni dorga tortishayotgan bir paytda uning sodiq do'stlari va xondan norozi bo'lgan olomon isyon ko'taradi. Zanjirlar uziladi. Xalq jallodlarni yanchib tashlab Anvarni dor ostidan qutqarib qoladi. Qo'qonda qipchoqlar qo'zg'oloni boshlanadi. Kechagina o'zini xudo deb bilgan, odamlarning taqdiri bilan o'ynashgan qonxo'r Xudoyorxon taxtini tashlab, jon kuni bilan shahardan qochishga majbur bo'ladi. Uning o'rdasi huvillab qoladi. Solih Maxdum esa mol dunyosidan ayrilib, aqlini yo'qotadi. Telbaga aylanadi. Asl aybdorlar, o'sha chayonlar o'z jazosini oladi. Anvar va Ra'no esa mo'jiza tufayli qayta topishadilar. Ular qonga botgan, riyokorlikka to'lgan bu shaharni tark etib, Buxoro tomonga yangi hayot, yorug'lik va erkinlik sari yo'l oladilar. Abdulloh Qodiriy bu asarda faqat 19-asrni emas, har qanday zamonda uchrashi mumkin bo'lgan illatlarni ko'rsatgan. Asarning bosh g'oyasi shuki, eng katta yovuzlik ochiqchasiga keladigan dushman emas, balki dinni, ezgulikni va mansabni o'zining iflos nafsiga niqob qilib olgan insonlardir. Ular mehrobdan chiqqan chayon kabi kutilmaganda eng ishongan joyingizdan chiqadi. Shu bilan birga bu qissa yorug'likning zulmat ustidan g'alabasidir. Anvar va Ra'noning sof sevgisi, ularning ma'rifati va qat'iyati xonning bitmas tuganmas boyligi va armiyasidan ham kuchliroq bo'lib chiqdi. Ular zulmatga taslim bo'lishmadi. Qodiriy bizga uqtiradiki, qorong'ulik qanchalik quyuq bo'lmasin, haqiqat va chin insoniy sevgi baribir o'z yo'lini topib chiqadi. Haqiqiy komil insonlarni hech qanday dor, hech qanday zindon yenga olmaydi. Qodiriyning Mehrobdan chayon asari qisqacha mana shunday o'tkir va og'ir haqiqatlarni so'zlaydi. Agar milliy adabiyotimizni mana shunday yangicha bir asar komiks uslubida tomosha qilish sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning mehnatimizga bo'lgan eng zo'r bahodir va keyingi videolarni tezroq chiqarishimizga yordam beradi. Keyingi asarlarda ko'rishguncha